Assalomu alaykum hammaga. Aromus profilining kuzatuvchilari, xayrli kech. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa keyingi konkursimizga ham start berdik. Sharti nima? Shartlarimiz oddiy. Aromus profilimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Eng oxirgi postimizda eng oxirgi postimizga like bosib, kommentariyada komment qoldirib, nima qilib, do'stlaringizga ulashgan bo'lishingiz kerak videolarimizni. Komment yozganlar orasidan xudo xolasa g'olibimizni aniqlab olamiz. Ilohim hammalarga nasib qilsin. Randomda. Randomni hozirlanib. Mana shuni random ilovamizni o'tkazamiz. Linklarini tayyorlab qo'yganmiz hammasini. Hozir уже yarimda загрузка qilishni boshlaymiz linkni. Barcha kommentariyalar yuklangandan keyin start tugmasini beramiz. Mana shu start yakunlangandan keyin уже сразу g'olibimiz aniqlanadi. Yo'q hali 2 minut qoldi, 2 minutdan keyin 19:30 da jonli efirda yutuqli konkursimiz bo'ladi. Hozir 19:30 da linkni yangilab start berilgandan keyin hammasini sizlarga jarayonni kompyuterdan ko'rsatamiz. Xo'p, biz bo'lmasam Ilhom Nuriy Muhammadjon, kamerani o'giring. Xo'p, mana linkimizni yangilab olamiz. Mana shu mana bizning linkimiz. Kopировать. Shu linkimiz nol holatida linkimizni joylab oldik. Yangilangan holatda biz shuni ko'ryapmizki, hozir kommentlarning sonini chiqaramiz. 16 mingta video, deyarli 16 mingta 15990 ta komment. Start tugmasini beramiz. Xo'p, boshladik. Start bosdik. Xo'p, bizda ozgina vaqt bor. Mana ko'ryapsizlar o'rtoqlar, yaqin 7 daqiqa vaqt bor. Sizlar belgilagan kommentlarni yuklab olishga. Komment hammasini, ya'ni 15990 ta kommentni yuklab, avtomatik o'sha joyida g'olibimizni aniqlaydi. O'rtoqlar, mana fonda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana YouTube'ga qo'yilgan. Stolimizni qo'yganmiz. Mana shu hovlingiz, bog'ingiz yoki bo'lmasam uyingizni oldiga chiroyli qilib joylab qo'yishingiz mumkin. Ma'lumotni aytib ketishimiz mumkin. Masalan, bog'ingiz uchun, hovlingiz uchun qanchalik mebel mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol Aromus profiliga murojaat qilishingiz mumkin. Qoraqalpog'istonda yutsak nima bo'ladi? Yetkazib beramiz. Xudo xolasa, Qoraqalpog'istonda mijozlarimiz qanchalik zagas qilishyapti, yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa, problem muammolarimiz bo'lmaydi. Kompyuterimiz o'chib qoldi. Ekranni yoqib qo'ying. Uzr. Xo'p, mayli, 17 mingta bo'lgan deyishyaptimi? Bosilib ketdi. Ming bor uzr. Boshqatdan link qaytadan olib shanslarni ko'paytiramiz. Mana kimlardir qaytadan oling deyishganiga 16319 ta. Uzr hammaga, hammadan. Yaxshi. Xo'p, stolimizni obzorni qilib bersak, xuddi o'sha nimaga qo'yganimizdek, uni qulayliklari, qirra taraflari yo'q. Old tarafda ham qirrali joylari yo'q. Avvalni qilib ishlangan. Yurishga yoki to'satdan urilib ketishda unaqa qattiq tegish holatlari bo'lmaydi. Xudo xolasa juda qulay qilib ishlab chiqarilgan. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Qo'llab, quvvatlab turgan hammaga. 10 sekund qoldi. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Qani g'olibimiz aniqlashib ketdi. Arslonov Abdujabbor. Ana bizning g'olibimiz efirda yo'qlar. Arslonov Abdujabbor. Bizning stulimizda g'olibi. Hop, Arom bizga podpiska bosgan ekanlar. Podpiska va Arom deb olovchilar qoldirgan ekanlar Abdujabbor akamiz. Bizni kuzatgan hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlar. Rahmat. Xudo xolasa o'sha aytganimdek, bizni kuzatishda davom eting. Bizning sovg'alarimiz bardavom. Xudo xolasa yangi mahsulot ishlab chiqarib, shu yangi mahsulotdan birinchi mahsulotimizni siz obunachilarimiz uchun ilinamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat. Kamid 13 salomat bo'lasizlar. O'zim yozgandim. Xudo xolasa oldinda bundan ham zo'r sovg'alar kutib turgan bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.